Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni juma kunida yaratdi. Juma kunida jannatga kirgizdi. Juma kunida jannatdan chiqardi va qiyomat kuni ham juma kunida sodir bo'ladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda, juma kuni kelgan paytda, Alloh taolo taqdir qilgan juma kuniga kelgan paytda Isrofil alayhisalomga og'ziga surni tutib, ko'zini arshiga qaratib, diqqat qilib quloq solib turgan Isrofil alayhisalomga Alloh taolo ana shu surga nafx urishlik deb buyuradi. Astagfirullah. Va nufiqa fis-suri fasa'iqa man fis-samawati va man fil-ardi illa man sha'a Alloh, thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu, osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Magar Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindi-da, banogoh ular, ya'ni barcha haloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdi. Ya'ni osmon va yer o'rtasidagi hamma o'ladi, faqat Alloh xohlaganlar tirik qoladi. Kimlar? Ulamolar aytadi, bu ulug' farishtalar deydi ba'zilari. Ba'zilari jannatdagi hurlar va abadiy g'ilmonlar. Qolgan hamma mahluqotlar vafot qiladi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni janjallashib turgan hollarida olib ketar, ya'ni halok qilar. Bas ular na biron vasiyat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Bozorlarda, guzarlarda talashib, savdo-sotiq qilib, birini ikkinchisi haqini yeb, dunyo bilan shunday bir ovora bo'lib turgan insonlarning yomonlarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Na vasiyat qilishga ulgiydi ular, na uyiga qaytib borishga ulgiydi ular. Bu ovoz to'satdan keladi. Hech kim hech narsa qilishga ulgurmay qoladi. Avvaliga bu ovoz sekinlik bilan boshlanadi. Keyin ko'tarilib bo'ladi. Keyin ko'tarilib bo'ladi, butun koinotdagi mahluqotlarni halok qiladi. Uni avvaliga bitta odam eshitadi. U odam uyini devorlarini tuzatayotgan, devorning ustida ish qilayotgan odam bo'ladi. Birinchi bo'lib shu eshitadi, birinchi bo'lib yiqilgan, qiyomatda surning ovozini eshitib bo'lgan kishi mana shu devorning ustida turgan kishi bo'ladi. Keyin ovoz ko'tariladi, butun koinot halok bo'ladi.